Qonli nikoh. Muallif Barchinoyim. Ikkinchi qism. Bugun uyga kech qaytishim aniq edi. Ko'cha borgan sari qorong'ulashib borardi. Aksiga olib pulimni o'g'irlatib qo'yibman. Ishongim kelmayapti. Lekin haqiqat, men pulimni o'g'irlatib qo'ydim. Universitetimizda qiynalayotganlar ko'p, lekin bunaqa darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Mana taqdir ekan, sumkamni auditoriyada tashlab chiqqandim. Qaytib kelsam 500 mingdan ko'p pulim yo'q. Fig'onim falakka chiqdi. Ichimda o'zimga, yo'lkiraga hech bo'lmaganda qoldirishmabdi-da, dedim. Ha, kerak ekan, borib ishlab top, xo'p, qiynalasan, lekin halol bo'ladi-ku. Men dadamning pulini olishing kerakmidi? Mayli, har ishda bir xayr bo'ladi. O'g'rining ko'ziga chiroyli ko'rinibman shekilli. Pulim faqat kursdoshlar orasida mendagina yo'qolgan. O'zimga o'zim nimalarnidir gapirib ketgim keldi. Quloqchinimni cho'ntagimdan olib, ancha yiroqda joylashgan uyimga piyoda qaytish missiyasini a'lo darajada bajarishim kerak. Tez-tez yursam, yarim kechasi bo'lmay uyimga yetib olaman. Yo xudoyim, musiqadan dalda olaman, duppis qilib ketaman. Yo'q, mashinadek emas, dumlakiton qilib ketaman desam-chi, nima farqi bor? Baribir piyoda ketaman. Undan ko'ra Xudoga yolvorib yuray, hech bo'lmaganda yo'limdan it chiqib qolmasin, itlardan qo'rqaman-ku. Ancha yo'l bosib bir ko'chadan burildim. Shahar manzaralarini tomosha qilib yo'limda davom etdim. Hayot go'zal, ayniqsa yolg'iz, erkin va xotirjam bo'lsang. Nega aynan yolg'iz deyman? Chunki shunday paytda odam o'ylay oladi. Yoningda kimdir bo'lsa, gapirib ketsa, yo'q, bu holatda fikrimni jamlay olmayman. Fikr va xayol, ular butunlay boshqa narsalar. Menimcha, nega yo'lda shularni o'ylab ketyapman? Boshqa biron mavzu yo'qmi? Kimnidir o'ylay desam, menda o'sha kimdir ham yo'q-da, nima ham derdim. Yana bir ko'chaga burildim. Ichimda qo'shiq aytib ketardim. Hammasi yaxshi edi, lekin birdan orqamdan mashina signal chalib yubordi-yu, cho'chib tushdim. Endi shunaqangi so'kaman deb orqamga qarasam, uni ko'rdim. Ha, u bizni uyga mehmon bo'lib kelgan Zafar edi. Qora ko'zoynagini yechib, qora tonirovkali Mercedes'chasidan tushib menga qarab yura boshladi. Rostdan ham tasodif uchrashdikmi? Yo'q, bu juda zo'r. Yo'g'e, zo'r emas. Salom, qalaysiz? Dedi u menga boshdan oyoq qarab. Qotib qoldim. Ha, siz ham qalaysiz deymi? Bu xato bo'ladimi? Javob berishni unutib qo'ygandek bo'ldim. Balki ABD deb gapirib yuborarman. Umuman gapirishni o'zimdan o'zim unutib qo'ydim. Tilim aylanmay qoldi. Bu tilga nima bo'lyapti? O'zimni boshqarishim kerak. Qani ishlang, Tiljoni. Boshqa payt sayrayverasiz-ku. Hozir qimirlasangiz-chi? Men esa shu yerda til mashqlari bilan band edim. Uni ignor qilib turardim. Shuning uchunmi uning qoshlari chimirildi. Qarshimdagi erkak menga jinniga qaragandek qarab turibdi. Nega bunday qaraysan degani ham tilim ishlamaydi. Meni ko'rganingizdan hayratdamisiz? Nega javob bermayapsiz, Zarina? Zafar o'sha qarash bilan ko'zlarini ko'z qorachig'imdan olmadi. Men va nihoyat gapirdim. Siz? Ko'zi menga tikildi. Zafar men tomon biroz qadam bosib yaqinlashdi. Shoshma, nega yaqinlashdi? Nomahram demay yonimga turib olganiga o'laymi bu kishimni? Lekin bir tomondan uning atirini yaqindan sezib hushimdan ketay dedim. Nega bunchalar yoqimli ifor? Odatda bunday atir sepgan erkaklarni ko'rmagandim. Erkaklar didsiz bo'ladi deb o'ylardim. Ammo ko'rinib turibdiki, Amerikadan kelgan mehmonimiz did borasida ancha yaxshi. Zarina, piyoda ketyapsizmi uyga yoki avtobus kartangizni yo'qotib qo'ydingizmi? Men avtobusda yurmayman. Men pulimni o'g'irlatib qo'ydim. Hatto avtobus uchun ham naqd pulim yo'q. Kartamdagi pullarni hammasini yechib olgandim. Aksiga olib, aynan bugun o'qish vaqtida kimdir sumkamdan pullarimni o'g'irlabdi. Uyingizgacha ancha bor-ku,
Yuring, sizni tashlab qo'yaman. Aks holda kechasi uxlay olmaysiz. Nega uxlay olmayman? Oyog'ingiz og'risa qanday uxlaysiz, Zarina? Ha, to'g'ri aytdingiz. Noz qilib bosh tortgim kelmadi. Rozi bo'ldim. Rostdan, o'zim ancha yurdim. Kamiga hali uyimning yarim yo'liga ham kelmagandim. Zafar aka bilan birga mashina yoniga bordik. Men orqa o'rindiqqa o'tirdim. Zafar akaning mashinasi ichidan ham o'zgacha hid kelardi va konditsioner yoniq ekani uchun salqingina ekan. Ancha yurganim uchun oyog'im chindan og'rishni boshladi. Toshkentning baland binolariga qarab og'riqni unutib ketishga harakat qildim. Oyna orqali manzaralarni ko'rib ketardim va birdan mashina to'xtadi. Do'kondan suv olib chiqaman, o'tirib turing. Zafar mashinani o'chirmay shoshgancha do'konga kirib ketdi. Men uncha kutmadim. Do'kondan chiqqan Zafarni ko'rib xotirjam bo'ldim. Ular qo'lida faqat suv emas, qora paketlardan 3-4 ta bor edi. Mashina tomon kelib oldi. O'rindiqdagi haydovchilar eshigini emas, aynan mening eshigimni ochib, alohida turgan suvdan boshqa paketlarni menga berdi. Bular sizga. Men hech narsani tushunmay qoldim. Savol bermasimdan eshikni yopib, mashinani oldidan aylanib o'tdi. Oldi o'rindiqni ochib, joyiga joylashdi. Nega menga shirinliklar va bir qancha narsalar yoqadi deb o'ylayman. Tushuntirgandek oyna orqali menga qaradi. Bu kishini bolasi va vafot etgan ayoli bor, ammo juda kelishgan edi. Ko'zlari arablarnikidek, kipriklari uzun bilinib turardi. Ha, bunday erkaklarni qizil kitobga kiritish kerak. Toshkent tugul chet eldan ham sanoqli ko'rkam erkaklar bor. Nega oldingiz? Sovg'a olgandek hijolat bo'ldim. Ichida bir ikkita narsa bo'lsa bordir. Xafa ko'rindingiz. Har holda oilalarimiz do'st, begona emassiz. Chin ko'ngildan berdim. Rahmat. Zarina, bitirgach qayerda ishlamoqchisiz? Bilmasam, takrorladi u. Ha, ochig'i men dadam qistovi bilan o'qishga kirganman. Aslida esa sayohat qilib bloger bo'lmoqchi edim. Zafar rolni qattiq qisganini ko'rib cho'chidim. Nega bilmayman. Qo'llaridan ko'zlarimni ololmadim. Tomirlari bo'rtib chiqqan edi. Bloger deng, pichirladi u. Lekin tahdidni sezdim. Ammo bunga ruxsat yo'q va men voz kechganman. Ayib ish qilganga o'xshab o'zimni oqladim. Lekin yomon emas-ku blogerlik. Tavba qildim. Otangizni juda hurmat qilaman. Uyim qarshisiga kelganimizda Zafar ortiga o'girilib menga qaradi. U menga gapirmoqchi edi, lekin men birinchi gapirishni xohladim. Karimovlar oilasi oliy himmat bo'ladi deyishgani rost ekan. To'g'risi, Bahodir tog'a va siz bilan ko'p ko'rishmaganman, ammo otam sizlarni doim maqtardi. Zafar aka lab chetida kulganida qovog'i ochildi. Ha, shunday. Bu familiyaga ega insonlar o'zi kam va ular hammasi mashhur. Chunki bu familiya prezident oilasiga tegishli bo'lgan. Bizni qonimizda borlar shu familiyani viqor bilan ko'tarib yuradi. Karimov bo'lish hammaga ham emas. Hozirgacha kuchlimiz deng. Aynan shunday, lekin uzoq qarindoshmiz. Otam bilan men alohida yo'ldan ketganmiz. Haligindek mafiyalardan emasmisiz? Boylarning ko'pi mafiya bo'ladi. Kinolarda ko'rganman. Mafiya? Qo'ysangizchi Zarina. Zafarning yuzi birdan jiddiylashdi. Men biznes va marketing sohasida yaxshi o'qiganman. Qonuniy yo'l bilan oilam obro'sini to'kmaganman. Buni otangiz juda yaxshi biladi. Mafiya so'zini gapirib yurish prokuror qiziga yarashmaydi. Ishonavering, mafiyalar hayoti oddiy insonlarnikidan ancha qiyin. Har qanday vaqtda oila va o'zining hayoti qil ustida turadi. Mafiyalarni yaxshi bilasizmi yoki biror tanishingiz bormi? Zarina, shunchaki meni aql zakovatim kuchli. Zafar qo'lini boshiga 2 marta tekkizib kuldi. Kulsa boshqa odam, xo'mraysa boshqa odam. Tavba, shunaqasi ham bo'ladimi? Xo'p, olib kelganingiz uchun rahmat. Aytgancha Zarina, menga raqamingizni bera olasizmi? Chunki begona emasmiz-ku.
Bilasiz, biror yordam kerak bo'lsa menga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Raqamim yo'q. Otam bilsa urushadi. Ammo u men bo'lsam bunday bo'lmasligi aniq-ku. Lekin to'g'ri, axir sevishganlardek gaplashmaymiz-ku. Baribir, mayli, beraman. Gapirgan gapimdan uyalib ketdim. Zafar akani ham nigohi birdan o'zgardi. Yaxshi, raqamingizni bering. Unga raqamimni berganimda darhol menga qo'ng'iroq qildi. Ha, chindan ham sizning raqamingiz ekan. Mayli, sog' bo'ling Zarinaxon. Oxirida xon deyishiga netchi, bu yigit voy, aslida bu erkak to'fondek ekan-ku. Qachon o'zgarishini bilib bo'lmaydigan dengizga o'xshaydi. Mashinadan tushib, hurmat yuzasidan qo'l silkib qo'ydim. Zafar aka boshini qimirlatib qo'yib oldi, oynani yopish barobarida qora ko'zoynagini taqdi. Bunchalar ideal erkak, ayniqsa mening tipimga mos edi. Lekin men uylangan erkakka tegishni aslo xohlamasdim. Chunki men bilaman, erimning kelajakda yagonasi bo'laman. Bir vaqtlari sevgan qalb boshqasini sevolmaydi. Men shunday deb hisoblayman, albatta. Zarina uyga kirganida bog'da gullarni parvarish qilayotgan dadasiga duch keldi. Assalomu alaykum dadajon, dedi Zarina otasiga. Oy qizim, keldingmi o'qishdan? Qorning ochmadimi? Bugun o'zim erkakcha palov qilganman. Yog'li go'shtlar bilan. Bu ketishda kamqon bo'lib qolasan. O'qishga kuch kerak. Oshxonaga kirib tur, men shu yerni o'tini yulib olay, boraman. Dadajon, hayhotdek uyda nima qilasiz? Yerga qarab. To'g'ri, chiroyli turadi, ammo foydasi yo'q-ku. O'zingizni urintirmang. Buni hech qanday urinadigan joyi yo'q. Bu meni asablarimni tinchlantiradi. Sen qiz, borib qo'lingni yuv. Undan avval kiyimlaringni alishtir. Zarina otasining gapidan labini burib, past ovozda xo'p degancha xonaga kirib ketdi. A'zam tog'a yana bir qancha ishlarni qilib, belini bir ushlab ortga tashladi-yu, огородdan chiqib, oshxonaga kirishdan avval yer plitkasi chetiga qo'yilgan jo'mrakni ochib, turpoq joylarini qoqdi va yuz-qo'lini yuvib, xotin, telefonda o'tiravermay oshxonaga chiq, choy qo'yganmisan? Uy ichidan shoshib chiqqan Malika xola erining baqirgan ovozini uncha eshitmadi. Ha, dadasi, nega baqirdingiz? Men baqirmadim. Choy bormi? Ha, damlab ustini yopib qo'yganman. Yaxshi. Xonasida paketlarni to'shagiga qo'ygan qiz ularni ochib ko'rishni boshladi. Zarina allaqachon kiyimlarini alishtirib, sochlarini yig'ib, pardozini yuvib, maskalarni qilib olgandi. Qora paketlarda qimmat shokoladlar va qizlarga yoqadigan narsalarni ko'rib xursand bo'lib ketdi. Buncha zo'r narsalar olibdi. Ayni menga yoqadigan narsalar-ku, sirli palichka va qurtlar yoqadi. Firmaniki ekan, voy, buncha zo'r. Zarina narsalarini tez qaytib paketga joylab, javoniga soldi. Ichida Zafarni duo qilgancha xonadan chiqib ketdi. Oshxonaga yetgan qiz ota-onasini kulib xursand o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi. Ko'z tegmasin, oxirgi vaqtlarda juda ahil oila bo'lib qoldik. Avval unday emasmidik? Avval e'tiborsiz edingiz bir-biringizga, ayniqsa menga kelganda ish bilan band bo'lardingiz. Qizim, qani oshdan ol, mana senga qoshiq. Malika xola Zarina yoniga qoshiqni qo'ydi. Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Ha, dadajon, yaxshi o'qishlarim. Hammasi bir tekisda ketyapti. Ha, unda yaxshi. Ovqatingni tez-tez yegin, qizim. Qizim, senda gapimiz bor. Malika xola choydan bir ho'plab, qiziga mehr bilan qaradi. Nima, oyi? Ovqatini yesin avval. O'qishidan keldi. Tovuq miyaligingga ham borasan. O'zi sulayib yurgan, hozir yeb o'tirgan bolani to'xtatib gapga solmagin. A'zam tog'ani gapidan Malika xola xo'p deb qo'ydi. Hey, Asrorova, tekis o'tir stolda, qiz bolasan, yarashmaydi, ta'kidladi A'zam tog'a. Zarina ota-onasini ancha boshqacha bo'lib qolganini sezardi. Qiz
Oshini yeb bo'lgach, A'zam tog'a tomoq qirdi. Zarina, ovqatingni yeb bo'lgan bo'lsang, gapni cho'zib turdi Zarinaning onasi Malika xola. Yeb bo'ldim endi. O'sha gapiraman degan gapingizni ayting, dedi Zarina. Qizim, gap shundaki, bugun senga sovchilar keldi. Ha, bu yangilik emas-ku, doim kelib ketib yurishadi. Qosh ko'tardi Zarina. Qizim, haligi nima desam ekan, u sovchilar bizga juda yoqdi. Zarina bu gapdan so'ng otasiga qaradi. Dada, va'da bergansiz, esingizdami? Esimda, ammo qizim, u yaxshi xonadon, ularga seni bersak ko'nglimiz xotirjam bo'lardi. Nima? Zarinaning ko'zlari namlashni boshladi. Qizim, Bahodir mening do'stim, bilasan. Zafar yaxshi yigit, kelishgan va boy. Farzandiga faqat sen mehr bera olasan. Qizim, qarshilik qilma, bu to'y bo'ladi. Zarina otasining gapidan yuzini qo'llari bilan yopgancha oshxonadan chiqib ketdi. A'zam tog'a boshini eggancha qo'llarini chalmashtirdi. Nima deb o'ylaysan, xotin? Biz to'g'ri ish qildikmi? Nega to'g'ri ish qilmayapmiz deb o'ylaysiz? Biz to'g'ri ish qildik. Qizimiz Zafar yaxshi er bo'la oladi. Ular yetakchi tadbirkorlar-ku, bilasiz. A'zam tog'a yengil xo'rsindi. Shunday deb gapni tamomladi A'zam tog'a. Xonasiga kirgan qiz javonga solib qo'ygan shirinliklarni chiqarib barini yerga otib yubordi. Sok, shokoladlar va turli xil qizlarga yoqadigan narsalarni yerga sochib, o'zini yotoqqa tashlab, ho'ngrab yig'lab yubordi. Hammasini yomon ko'raman. Qanaqa to'y? O'zimdan katta, uylanib, bolali bo'lgan insonga turmushga chiqmayman. Otam ko'rib turib meni baxtsiz qilmoqchi. Zarina ancha vaqt ota-onasining qarorini qabul qilolmadi va o'qishga ham bormadi. Bormagan kunlariga otasi pul to'lab qo'ydi. A'zam tog'a qizi uchun vaqt bergandi. Malika xola esa bu vaqt ichida qiziga eng qimmat bo'lgan sarpolarni yig'ib yurardi. Kunlar birin-ketin o'tardi. Zarina xonasiga qamalib olib, unga berilgan taqdirni qabul qilishni xohlamasdi. Zafarni yaxshi yigit deb bilgandi, ammo birdan ko'ngli sovib qoldi. Kunduz kuni uyda hech kim yo'qligida Zarina telefonni olib Zafarga qo'ng'iroq qilishga qaror qildi. Chaqiruv 2 marta ovoz chiqarmasidan go'shakka Zafar javob berdi. Assalomu alaykum, ovozi qaltirab gapirdi Zarinani. Va alaykum assalom. Zarinaxon, sizmi? Nega ovozingiz qaltirab chiqyapti? Bugun ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Yaxshi, qayerdasiz? Hozir men borib olib ketaman. Uyda, uyimga kelib olib keting. Zarina gapini yakunlab qizilni bosdi. Hozir bor zahrini ilk bor bir yigitga sotishga tayyorlanayotgan misoli kobra kabi. Zafar boshini ortidagi kursiga suyab ikkilandi. Qiz uni birdan nega chaqirgani Zafarga qiziq edi. Zafar boy, siz sabab ancha ishlarni hal qilib oldik. Rahmat. Zafar yonida o'tirgan rasmiy kiyimdagi erkak chilimdan tortib havoga pufladi. Yaxshi, men borishim kerak, dedi Zafar.